Hammaga salom. Lingua Way'ga xush kelibsiz. Sizlar bilan ingliz tili grammatikasini o'rganishda davom etamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz possessive pronouns, ya'ni ingliz tilida egalik almashlari. Ma'lumki, ingliz tilida possessive egalik degan ma'noni, pronouns esa almashlar degan ma'noni bildiradi. Biz o'tgan darsimizda personal pronouns haqida gaplashgan edik, ya'ni ular kishilik almashlari. Bugun esa possessive pronounslar, ya'ni egalik almashlari bilan tanishamiz. Bu ikkalasini qanday farqi bor degan savol ko'pchilikni o'ylantirishi mumkin. Kishilik almashlardan so'ng verb, ya'ni fe'l qo'llaniladi. Egalik almashlaridan so'ng esa noun, ya'ni ot so'z turkumidan foydalaniladi. Demak, darsga tayyor bo'lsangiz, let's go! Boshlaymiz. Quyida sizga tushunarli bo'lishi uchun egalik almashlari hamda o'tgan darsimizda o'rgangan kishilik almashlarni solishtirib tushuntiraman. Ya'ni I, men, my, mening. My bu yerda egalik almashi hamda mening degan ma'noni anglatadi. Misollar tariqasida ko'radigan bo'lsak, my car, mening mashinam. Keyingisi my bag, mening sumkam. You, sen, your, sening. Your, sening. Masalan, your cat, sening mushuging. Your house, sening uying. Davom etamiz. She, u, her, uning. Qiz bolalarga nisbatan uning. Her glasses, uning ko'zoynagi, ya'ni bir qiz bolaning ko'zoynagi. Keyingisi her book, uning kitobi. Qiz bolaga nisbatan her, uning. Her book, uning kitobi. Ma'lumki, he kishilik almashidan o'g'il bolalarga nisbatan foydalanamiz. His, uning. His esa o'g'il bolalarga nisbatan egalik almashida qo'llaniladi. Masalan, his phone, uning telefoni, ya'ni o'g'il bolaniki. It jonsiz predmetga nisbatan u. It's uning, ya'ni jonsiz predmetga nisbatan. Its color is red. Uning rangi qizil, ya'ni ko'ylak jonsiz predmet, shuning uchun its color is red. Davom etamiz. We, biz, our, bizning. Masalan, our room, bizning xonamiz. Keyingisi our watch, bizning soatimiz. Keyingisi they, ular, their, ularning. Ularning. Masalan, their dog, ularning iti. Keyingi misolimiz their friends, ularning do'stlari. Ushbu video darslik orqali o'rganganlaringizni bilmingizni mustahkamlash maqsadida linguaway.uz saytiga kiring, ro'yxatdan o'ting hamda har bir mavzuga doir keltirilgan grammatik mashqlar, topshiriqlar hamda qiziqarli o'yinlar orqali o'rganganlaringizni mustahkamlang. Linguaway saytining linki esa video ostida keltirilgan. Keyingi video darsliklarda ko'rishguncha xayr.